Kundan kunga yangi texnologiya chiqyaptimi? Asus brendidan VivoBook Pro 15 modeli. Ushbu notebook grafik dizaynerlar uchun ayni muddao. Xarakteristikasi Intel Core Ultra 7 155H prosessor, 16 GB RAM, 1 TB SSD va 6 GB Nvidia RTX GeForce 3050 videokarta. Displeyi 15.6 Asus Lumina OLED va Dolby Vision Atmos 500 nits darajadagi yorug'lik bilan sizni tiniq ekran kutib oladi. Kamerasi 5 megapikselli iSense texnologiyali infrared. Klaviaturasi ErgoSense texnologiyali. Tovushsiz switchlar, klaviatura podsvetka, emoji tugmasi va shovqinsiz ovoz yozish tugmasi. iSense texnologiyali, ya'ni onlayn konferensiyalarda maksimal darajada ovozingizni shovqinlarsiz yetkazib beradi. Endi esa asosiy qismiga keldik. Touchpadda Dialpad texnologiyasi o'rnatilgan. Bu orqali musiqalarni sozlash, grafik dizayn, video montaj jarayonlarida va bir qancha sohalarda ishingizni osonlashtiradi. Ha, yana Harman Kardon kolonkalari bilan jihozlangan. Sovutish tizimi ikkita kullerdan iborat, korpusi esa yarim metal korpusda. Ushbu Dialpad texnologiyali notebookimizni narxi sizga qiziqmi? Izohlarda plyus qoldi.